Ya'ni emiyotganda tiqilib qolish. Tiqilib turib, nafas ichiga tushib, bundan ko'karib Ko'karib o'zida. Demak, homila va yo'ldosh qaynanishi buzilishi bo'ldi. A, B daraja, A darajasi. Davina ko'tarildi. Nechigacha ko'tarildi? Rabochiy nechi edi? O'zi 110 ga tushiraman, Hop. 150 ga chiqdi, 150 ga chiqdi. chiqdi. Takskoz cho'zilmadi. Yo'q. Yo'q, ko'p tonusda bo'lmadi, tushish xavfi bo'lmadi. Xo'p bo'ladi. Gemoglobinchi nechi yurdi? U 9-6 shunaqa. Undan tushib ketmadi? Yo'q. Yaxshi, malades. Ovqatlanayotganda, ya'ni emiyotganda tiqilib qolish. Tiqilib turib, nafas ichiga tushib, bundan ko'karib o'ziga kelguncha. Pastki chag'ida yig'laganda qo'l oyoqda titrash bor. Keyin xuddi tilini chaynayotganga o'xshaydi-da. Qaysi vaziyatda bu keldi? Hali yotganda bir Tovush chiqaryaptim deganlarga o'xshab. Tilini qanaqadir og'zida bir narsa bor deb chaynayapti. Undan keyin burada bo'shashish hissi yo'q-a? Yo'q. Yaxshi. Aktiv holatda emib ketyapti undan keyin. Ko'p qaqab, hali tiqilib qolyapti-da. Kunduz kuni 5 ga bayladik. Necha soat yotadi? Ertalab 8 larda belasam, kechgacha 4-5 gacha yotibdi. Yotibdi. Orada yechyapsizlarmi? Yo'q. Ha. Kunduzi 12 gacha bo'lgan paytda 2 soat, keyin obeddan keyin shu 2 soat baylana. Bitta baylab turib, ertalab baylab kech payt yechmang. Bu ko'p-da bola uchun. O'zi yaxshi aka. Umumiy holatda o'ta bir jiddiy narsa yo'q, lekin suv yo'li sal kengaygan. Mikrogematologiya bu tug'ruq hisobiga bo'lgan narsa. Ya'ni tug'ruqgacha bo'lgan kislorod aylanish bo'lgan buzilishi degan narsa borki, mana shu narsa bilan ta'sir qilgan.